Aristonimni tokdan chiqarib ishlatsam tokim ekonom bo'ladimi? Ariston tok urmasligi uchun nima qilish kerak? Ariston qo'yish xavflimi? Portlab ketishi mumkin ekan degan savollar kelgan ekan. Xuddi shu savolingizga birma-bir javob beraman. Birinchi savolingizga javob: Aristonni tokdan sug'urib ishlatadigan bo'lsangiz, nabarat ko'proq tok rasxod qilasiz. Nimaga deydigan bo'lsangiz, Aristonni tokdan sug'urganingizda Aristonning ichidagi suv batamom soviydi. Shu sababli 2 soatdan keyin Aristoningizni yoqadigan bo'lsangiz, Ariston bor kuchi bilan ishlagani uchun ko'proq tok rasxod qilasiz. Ko'p tok rasxod qilmaslik uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsangiz, Aristoningiz tokka tiqilgan holatda turgani yaxshi. Sababi Aristonning ichidagi suvning harorati tushishi bilan avtomatik Ariston ishlab, yana o'sha harorat kuchda balansirovkada ishlab turadi. Shuni hisobiga Aristoningiz ko'p tok rasxod qilmaydi. Keyin ko'pchilik Aristonni tokka tiqib ishlatishdan qo'rqishar ekan. Sababi ko'p Aristonlar tok uradi. Tok urmaslik uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsangiz, men sizga ikkita tavsiya beraman. Birinchisi, uyingizga Uzo avtomatini qo'yishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Uzo avtomatning foydasi nimada deydigan bo'lsangiz, tok urish xavfini sezishi bilan Uzo avtomat uydagi jamiki svetlarni hammasini o'chiradi. Ikkinchi maslahatga keladigan bo'lsangiz, Uzo avtomat qo'ymagan bo'lsangiz ham обязательно Aristoningizni teniga e'tiborli bo'ling. Sababi zazimlikni qo'ygan taqdiringizda ham sizni Aristoningizni ichidagi teni yorilgan bo'lsa, sizni tok uradi. Internetda ko'p videolarni ko'rgansiz, zazimlikni qiladigan bo'lsangiz, Aristoningiz tok urmaydi deydi. Bu bo'lmagan yolg'on gaplar. Sababi sizni Aristoningizni ichidagi teni yorilgan bo'lsa, sizni polibomi tok uradi. Aristonim portlab ketmasligi uchun nima qilishim kerak degan savolingizni bonusga olib qo'ydim. Xullas, bundan keyingi videoda обязательно bu haqida batafsil video qilib chiqaramiz. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta like, podpiskani bosib qo'ying. Bu videoni bo'lsa, xuddi shu savollarga javob topib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.